Endi biz hozir mana bu manekendan o'lchamlarni olamiz. Bizga kerakli bo'ladigan, ya'ni yubkani tikishimiz uchun kerak bo'ladigan o'lchamlarni olamiz. Men mana shu manekendan foydalanaman. Bu professional maneken deyiladi. Siz esa albatta manekendan emas, klientdan yoki o'zingizdan o'lcham olsangiz bo'ladi. Hozir menda maneken bilan ishlash qulayroq. Shuning uchun men hozir sizlarga manekendan qanday qilib o'lcham olib, qayerdan qanaqa o'lchamlar bizga kerak bo'ladi yubka uchun, mana shularni sizlarga ketma-ketlikda ko'rsatib beraman. Albatta biz o'lcham olishimiz uchun bizga santimetroviy lenta kerak bo'ladi. Mana bu manekenimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bitta liniyasi qizil bilan belgilanib qo'yilgan. Ya'ni bu liniyalar bizga yana ham ishlashimizni yengillashtirib beradi va ish jarayonida biz aniq o'lchamlarni olishimizga juda ham katta yordam beradi. Siz yubkani o'lcham olayotganingizda beliga rezina boylab olishingiz kerak bo'ladi. Oddiy, misol uchun lozimlarda, yubkalarda foydalanadigan rezina bo'ladi. Ana shu rezinani boylab olib, ana undan keyin o'lcham olishni boshlaysiz. Demak, bizda hozir birinchi o'lchamimiz, yubka uchun birinchi o'lchamimiz bu bel aylanasi o'lchami hisoblanadi. Hozir mana shu o'lchamni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana biz qanaqa o'lcham olamiz? Bizda mana o'zi belida men hozir rezina boylamadim, chunki menda tayyor liniya bor. Mana shu tayyor liniya ustiga santimetr olib kelib, hech qanaqa qo'shimcha qo'shmasdan o'zini olamiz. Menda bu 72 santimetrni tashkil qildi. Demak, bel aylanamiz 72 santimetr. Keyingi o'lchovimiz bu bo'ksa aylanasi hisoblanadi. Bo'ksa aylanasi qanday olinadi? Albatta, bo'ksa aylanasi dumbaning eng bo'rtib chiqqan joyidan olinadi. Mana bizda bu liniya ham mavjud. Mana bu qizil bilan belgilanib qo'yilgan. Orqasini to'g'rilab bo'ksa aylanasini hisoblaymiz. Hech qanday qo'shimchalarni qo'shmagan holatda. Ya'ni orqada dumbaning eng bo'rtib chiqqan joyi bizda bo'ksa aylanasi hisoblanadi. Endi keyingi o'lchamimiz bizda bo'ksa balandligi. Bo'ksa balandligi qanday hisoblanadi? Bo'ksa balandligi beldan pastga qarab, ya'ni yon chiziqdan pastga qarab va orqadan dumbaning eng bo'rtib chiqqan joyini analiz qilgan holatda bo'ksa balandligi hisoblanadi. Santimetroviy lentamizni belga qo'yamiz va mana bizda tayyor liniya bor. Hisoblaymiz. Mana menda hozir bo'ksa balandligi mana 20 santimetrni tashkil qildi. Hozir biz 3 ta o'lchamni oldik. Bel aylanasi, bo'ksa aylanasi, bo'ksa balandligi. Ana endi keyingi o'lchamimiz bu yubka uzunligi hisoblanadi. Yubka uzunligini biz 3 xil formatda olamiz. Chunki aynan biz modellashtiradigan, ya'ni biz andoza quradigan yubkamiz yana ham aniq bo'lishligi uchun bizga 3 ta o'lcham kerak bo'ladi. Siz qaysi metodda ishlashingizdan qat'iy nazar, mana shu 3 ta o'lcham bilan ishlasangiz, yubkangiz yana ham aniq va yana ham chiroyli chiqadi. Birinchi o'lchamimiz bu oldi tarafdan olinadi. Mana bizda bu hozir liniya bor. Siz ham xuddi shunaqa agar mijozda qiladigan bo'lsangiz, mana shu darsdagi ko'rib turgan liniyani agar siz o'zingiz ko'z oldingizga keltirsangiz, yana ham sizga osonroq bo'ladi. Hozir sizni mijozingiz belida rezina boylab olgansiz. Mana shu rezina sizda barcha o'lchamlarni olishingiz uchun tirkak bo'lib turishi kerak. Hozir yana mana shu qismdan boshlab yubkani uzunligini o'lchab olamiz. Birinchi demak uzunlik bu
yubka uzunligini birinchi qismi bu oldi uzunligi. Oldi uzunligi sizga qancha kerak bo'lsa, ya'ni uzunligi balki siz uzun qilarsiz yoki tizzagacha qilasizmi? Ya'ni bu keyingi yubka tikayotganingizda ham shunga qarab uzunligini olasiz. Lekin mana shu joydan olish kerak uzunlikni. Va ikkinchisi esa yondan uzunlikni hisoblaymiz. Bu ham beldan qo'yiladi. Xuddi o'sha liniyadan qo'yilib, yondan uzunasiga sizga kerakli bo'ladigan uzunlikni o'lchab olasiz. Va uchinchi uzunlikni esa orqa beldan mana bu dumbaning bo'rtib chiqqan joyini hisobga olgan holatda uzunlikni biz o'lchab hisoblab olamiz. Demak, hozir biz sizlar bilan birgalikda yubkaga kerak bo'ladigan barcha o'lchamlarni oldik. Endi mana shu o'lchamlar asosida asos andoza quramiz, uni modellashtiramiz va tikamiz. Keyingisi bizda hozir bolalar uchun mo'ljallangan manekenda biz hozir o'lchamlarni olishni o'rganamiz. Endi navbat hozir bolalarimiz uchun, demak, detskiy manekendan foydalangan holatda yubkamizni o'lchamini olamiz. Bolalardan ham xuddi hozir kattalardan qanday o'lcham olgan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa o'lchamlar ketma-ketligini olamiz. Faqat bitta narsaga e'tibor bersangiz, meni manekenim sal beli uzunroq, lekin sizda mijozingiz, ya'ni o'sha yosh bola bunaqa beli uzun bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz uni belini topishingiz kerak. Ya'ni mana bunaqa santimetroviy lentada, ya'ni santimetroviy lenta emas, mana bunaqa rezinada siz bolani belini topib, undan keyin tekis qilib, bir xil qilib rezinani boylab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin o'lchamni olishni boshlaymiz. Hozir xuddi shu ketma-ketlikda men yana o'lcham olaman. Birinchi bel aylanasini olamiz. Ana endi bolalarni o'lchamini olayotgan paytda bitta farq bor. Bunda biz 1 sm ortiqcha hisoblaymiz. Nimaga deganda bolalarning harakati ko'p va ular serharakat bo'lganligi uchun biz ulardan birgama-bir o'lcham olsak, ularga tor kelib qolishi mumkin. Albatta bu narsani andoza qo'yayotganda hisoblasak bo'ladi, lekin o'lcham olayotgan paytda ham bu narsani inobatga olishimiz zarur. Hozir men bunda mana bu o'zi 60 sm, lekin men 61 sm qilib olaman. Mana bel aylanasini 61 sm qilib oldim va keyingisi bo'ksa aylanasi. Bo'ksa aylanasi ham xuddi kattalarda qanday olgan bo'lsak, xuddi shunaqa o'lcham, ya'ni bo'ksaning eng bo'rtib turgan joyidan olinadi. Mana bu orqaning eng bo'rtib turgan joyidan hisoblanadi. Menda bu o'zi 67, 1 sm qo'shaman, 68 sm bo'ldi. Endi keyingisi bizda bo'ksa balandligi. Bo'ksa balandligi ham xuddi shunaqa holatda olinadi. Beldan, mana beldan bo'ksaning eng bo'rtib turgan joyidan, ya'ni dumbaning eng bo'rtib turgan joyidan hisoblanib olinadi. Keyingisi esa yubka uzunligi. Yubka uzunligimiz ham xuddi shunaqa holatda olinadi. Oldidan, yonidan va orqasidan hisoblanadi. Uzunligini esa siz o'zingiz xohlaganingizcha olishingiz mumkin. Xohlasangiz tizzagacha, xohlasangiz uzun qilib olishingiz mumkin. Bu siz va mijozingizning xohishiga bog'liq. Yondan mana birinchi old tarafdan olamiz uzunlikni, keyin yondan olamiz. Mana yondan rezina ustidan qo'yib hisoblaymiz va keyingisini esa orqasidan, orqadan uzunlik qilib hisoblab olamiz. Xo'p, bizda hozircha mana shu o'lchamlar orqali biz asos andoza quramiz. Kattalarga ham xuddi shu o'lchamlar orqali va yosh bolalarga ham xuddi shu o'lchamlar orqali biz yubkaning asos andozasini qurib, uni ketma-ketligini, qanaqa bo'lishligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bu bola hozir menda
6-7 yoshli bolaning gavdasiga mos keladi. Ya'ni maneken mana shu 6-7 yoshli bolaning gavdasiga moslab ya'ni yasalgan maneken hisoblanadi. Bu edi bizning o'lcham olish darsimiz. Endi keyingi darsimizda asos konstruksiya qurishni o'rganamiz. Ya'ni yubkaning asosini qanday qurish ketma-ketligini birga ko'rib chiqamiz.